kasb egalarida, biznes egalarida ham bir muammo bor. Bu sizda shaxsiy brend yo'q. Profilga kirasan, ya ko'ra ovqatlanasizmi? Joychalar bo'lsa, ko'ra joy. Lekin profilning egasi kim degan savolga javob yo'q. Kim u, necha yosh, shaxsiy qarashlari nechik, shaxsiy hayoti nechik, qadriyati nechik? Yo'qdan shaxsiy brend. Sotuvni eng kuchli narsa bu shaxsiy brend. Shaxsiy brend degani bu shaxsga bo'lgan ishonch. Siz o'zlaringizni olib chiqishlaringiz kerak. Ko'rsatishingiz kerak. Mana shuda. Hayotda necha qiyinchiliklarni bosib o'tgansizlar, necha natijalarga erishgansizlar, kimlarga xizmat ko'rsatgansizlar, kimlarda o'qib kelgansizlar, aytib berish kerak shu vajlarni. Kimdan orqatib bergansiz, shulardan intervyu olish kerak, o'ziv olish kerak, do'y-postisini ko'rsatish kerak. Profilda shaxsiyat yo'q. Ko'r yozib qo'yaveradilar, bo'ldi. U kim u, u. Shaxsiy brend bo'lmagandan keyin ishonch bo'lmaydi. Ishonch bo'lmagandan keyin nima bo'lmaydi? Sotuv bo'lmaydi. Hammasi bir-biriga bog'langanda endi. Sotuv bo'lsin, shaxsiy brend bo'lsa kerak. Bizda kasb egalarining shaxsiy brendini umuman rivojlantirmaydilar. Ko'rayotgan ishini qo'yib qo'yaveradi. Do'y-postli, o'ziv, manzil, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Dur, o'zing ham chiq, nechik tajriba olib tursan, dunyoqarashlaringiz nechik, shaxsiyatni olib chiqish kerak. Shaxsiyatlaringizni ochasizlar, keyin odamlar sizlarga ishonadi.